O'zi umuman olganda mana shu to'g'rida hozir Kilimanjaro cho'qqisi ko'rinib turish kerak edi, lekin chiroyli Kilimanjaro cho'qqisini ko'rsatayotganlarga demak omad kulib boqqan. Shopirda aytishiga qaraganda bir kun oldin telefon qilib aytib qo'yish kerak ekan bulutlarga. Qochib turinglar, ertaga men kelaman, Kilimanjaro cho'qqisini ko'rishim kerak deb aytib qo'yish kerak ekan. Hozir zaifga tashlamaganmiz. Bulutlarning xabari yo'q men kelganimdan. O'shaning uchun Kilimanjaro cho'qqisini ko'ra olmayapmiz. Balki bu cho'qqini ko'rish uchun ertaga yana qaytib kelarman, xudo biladi yana. Qani yuraveraylikchi, hozirchalik birga bo'lar. Lekin rosa ko'rgim kelyapti shu cho'qqini. Xullas mana shu ko'rib turganlaringiz savanna deyiladi. Mana savannadamiz. Savannada. Bu juda ham bepoyon o'lka bo'lganligi uchun, katta joy bo'lganligi uchun hayvonlarni uchratish juda ham qiyin narsa ekan. Bechora shofyor mana shu yuguradi, u yoqqa qarab yuguradi, bu yoqqa qarab yuguradi. Fillar to'dasini ko'rib qoldik. Mana qolgan mashinalar ham kelib to'planib turibdi mana. Ko'ryapsizlarmi? Ko'pgina mashinalar to'planib turibdi. Mana bu yoqda ham bor. Mana shu filni kelishini kutyapmiz hozir. Oldimizdan o'tib nariyoqqa ketadi. Bular suv ichgani ketishar ekan. Xullas, o'sha fillarni kelishini kutamiz endi. Kela qolinglar endi, kela qolinglar, ko'p kutib qoldik. Atrofimizni o'rashib oldi fillar. To'dasi. Xullas, bugun kechgacha savannani kezib bitta narsani bildim. Bu yerda nimaiki ko'rsangiz, hammasi omadlato ekan. Nimani ko'rish yoki ko'rmasligingiz faqatgina omadga bog'liq ekan. Xo'sh, buni ichi juda ham katta ekan. Mana Shopir aka ham kechgacha yuraverib ezilib ketdik. O'sha soat 5 bo'lyapti, sekin orqaga qaytishni boshladik. Ko'rganimizcha ko'rdik, nimani ko'rgan bo'lsak ham. Endi xudo nasib qilsa, Kilimanjaro cho'qqisini ko'rmadim-ku. Keyin bu akani aytishiga qaraganda nimalar ham bor ekan. Flamingolar gala bo'lib uchib kelar ekan. Va yana bir ikkita hayvonlar bor ekan. Bugun chiqmadi ular. Shunchaki omadimiz kelmadi xullas. Ertaga yana zakaz qildim biratda. Ertaga yana o'sha men yotgan mehmonxonaga borib, meni olib, ertaga yana bir kun tur uyushtiramiz. Zora ko'rib qolsak, Zora. Agar ko'rmasak xafa bo'lish yo'q. Amboseli parkiga shunday kiradigan bo'lsangiz, Google'dagi xaritasiga mana shu rasm ko'rsatilgan. Har xil diki hayvonlar, yovvoyi hayvonlar va to'g'risida Kilimanjaro ko'rinib turibdi. O'sha rasm xuddi mana shu yerlarda olingan, mana shu yerlarda olingan. O'sha rasmlar hammasi. Ya'ni to'g'rida Kilimanjaro cho'qqisi ko'rinib turibdi. Mana shu yerda o'tlab yurgan yovvoyi hayvonlardan masalan suratga olib internetga Google xaritaga joylab qo'yishgan. Amboseli parkidan chiqib ketyapmiz. Xullas o'sha bir qarorga keldik. Ertaga yana kelamiz. Ertaga ikkinchi qismi bo'ladi, xudo xolasa. $1. $1. All $1. $1 kilogram. Yeah, 1 kilogram. $1 kilogram $1. $7. $7. Yeah. Wow.
Ana shu bozorchasidan oldik, aka to'xtaganimizga yarasha shunisini oldik. Yana bir kunga mehmonxonamizni cho'zdirdik. Mana mashinada sayohat qildik. Mashinada. Endi xonamizga borib damda olamiz. Ertaga yana qaytib kiramiz va bu degani yana $500 o'sha mashinaga yana qayta to'lov qilish kerak. Yana $100 anu parkiga kirish uchun to'lov qilish kerak. $600 degani. Hali bu mehmonxona, yeb ichish, boshqa pullardan tashqari. Va aytgancha yana bittalik taksini ham zakaz qo'yganman-ku, butun Keniya bo'ylab meni olib yuribdi. Uni ham cho'chiga aylanyapti. Endi u nima deydi? To'xtatib qo'ya olmayman. 10 kunga o'xshay gaplashganman. Qolgan kunlarini o'zim taksida u yoqda bu yoqda Nairobi shahrida o'tkazaman. Sen o'sha chetga yoqqa bu yoqqa olib kelasan deb turib 10 kunga gaplashganman. O'rtada bir kun endi men safarga ketyapman, senga pul to'lamayman desam bo'lmaydi-da. Unda kelisholmay qolamiz. Biza mehmonxonamiz va mehmonxonamiz oldida mana bunday maymunlar sayr qilib yuribdi mana. Biz savannaning ichidamiz-ku axir. Ajablanmasa ham bo'laveradi. O'tirib olgan qaravun. Bolasi ekan. Ay, ko'p ekan bu daraxtda. To'lib yotibdi unaqa maymunlar, ona. Mana bittasi. Ana yana bittasi. Ko'p ekan unaqa maymunlar. Ana tepada ham bitta sakrab o'tib ketdi.